Axtilik avtoyo'li o'tkazish punktidan chegarachilar deklaratsiyasiz yonilg'i moylarini tashib kelayotgan Qirg'iziston fuqarosini qo'lga olishdi. Bu haqda Davlat chegara xizmati bildirdi. DAF rusumidagi yuk tashuvchi mashina tekshirilgan vaqtda uning ichidan 20 tonna yonilg'i modda chiqqan. Davlat nazorat talonida tovarning nomi, miqdori ko'rsatiluvchi qismida yonilg'i modda quyiladigan idish bo'sh deb ko'rsatilgan. Shuningdek, fuqaroning yuk tashishga tegishli hujjati yo'q bo'lib chiqqan. Tegishli hujjatlar to'ldirilgandan keyin yuk va uni olib kelayotgan odam iqtisodiy jinoyatchilikka qarshi kurashish davlat xizmatining Chuy oblasti bo'limiga o'tkazib berilgan. 21 dekabrda prezidentlar Almazbek Atambayev va Vladimir Putin Moskvada uchrashib, Qirg'iziston bilan Rossiya birgalikda bajarishga kelishilgan loyihalarni muhokama qilishdi. Bu haqda prezident matbuot xizmatidan xabarlashdi. Davlat rahbarlari kelishilgan loyihalarning asosiysini Qirg'izistonda bir nechta GESlarni qurishni aytishdi. Biroq ularni bajarishni kechikishi dekabr oyining boshida bo'lgan Qirg'iziston-Rossiya hukumatlararo komissiyaning yig'inida ham aytilgan. Avtomashina qatnagan katta yo'llarda mashinalarni to'xtatib sadaqa so'raganlar haydovchilarga to'sqinlik qilmoqda. Ularga har oyda reyd qilingani bilan qayta ko'chalarning kesilishi va jamoat joylariga kelishadi. Kuch tizimlari 3 soat ushlab turib shaxsini aniqlash bilan cheklanishadi. Sababi ularni javobgarlikka tortish to'g'risidagi qonun yo'q. Bunday holatni qanday qilib yo'lga solsa bo'ladi? Batafsil navbatdagi lavhada. O'sh shahridagi chorrahalarda turib sadaqa so'raganlar mashinalar harakatiga to'sqinlik yaratishmoqda. Ular svetoforning qizil chirog'i yongan vaqtida kelishib, haydovchilarga noqulaylik yaratishi odatdagi ko'rinish. Ko'pchiligi qo'lida chaqaloqlarni ko'tarib olishib, chorrahalarda turishga o'rganib qolishgan. Otasi bor, otasi ham ishlaydi, bitta qo'ldan qarsak chiqmaydi. Ish qilsa bo'ladi, endi sharoitimizga qarab turib ish qilamiz biz. Bunday harakatlar esa yo'l halokatlariga olib kelishi mumkin. Avtomashina haydovchilarining so'zlariga ko'ra, sadaqa so'raganlar bolalari bilan yurib ketayotgan mashina ortidan yugurganda to'xtashdan boshqa iloji qolmaydi. Mening o'yim bo'yicha, option bular yo'ldan jo'q qilib solish kerak-da. Bir kelayotganda ropar engel chiqib oladi, bilmay qolasiz, неожиданный oyog'ing tagib kelib qoladi. Bilmaysan, водитель to'g'ri har xil neda keladi. Skor hozir ko'ryapsiz, уже muz boshlandi. Peshxodga to'xtayın desen, to'xtab oldinga chiqib oladi. Jarat o'tadi, men svetofor jangandagi haydashni o'shalarga qarab turib qolatasizmi hozir. O'sh shahar yo'l xavfsizligini nazorat qiluvchilar sadaqa so'raganlarni qo'lga olishib, ularning shaxsini aniqlash ishlarini olib borishadi. Unda ma'lum bo'lishicha, qo'lga olinganlarning birortasida ham shaxsini tasdiqlovchi hujjat yo'q bo'lib chiqqan, lekin ularga nisbatan hech qanday jazo qo'llanilmaydi. 3 soat vaqtincha ushlash joyida turgandan so'ng boshqa tilamchilik qilmaymiz degan tilxatini olib qo'yib yuborishadi. Bulardan bu yerda turgan sebebi shu eldan aqchalatda, anan keyin shu yerda haydovchilar shulardan qochib, qo'rqishib, bag'anday yo'l qirsig'ina qavlayotdi-da. O'shaning uchun bu tilamchilarni biz yo'q qilishimiz kerak. Sadaqa so'raganlar ko'chalardagina emas, turli dam olish joylarida, jamoat joylarida, istirohat bog'larida, hattoki turli marosimlarda pul so'rashib, aholining noroziligiga sabab bo'lishmoqda. Shu bo'yicha nizom qabul qilinishi kerak. Alдағы сөзсіз алларды оңай емес, атайын көптеген оқулардан өтеді, ошолордон өтүп, анан эл ошо мыйзамды кабыл алган болсо, мыйзам чыгарса болот. O'sh shahridagi Masaliyev, Raimbekov, Navoiy, Mo'niyev, Qurmonjon Dodxo, G'afar Aychev ko'chalarida tilamchilar ko'p uchraydi. Ularga bir oyda 2 marotaba reyd o'tkazilib, shaxsni aniqlash ishlari olib boriladi. Majina Ulug'bek qizi, Cholpon Qalbek qizi, Zayra Abdukarimov, Intimaq. Qirg'iziston Milliy banki dushanba kuni 4 million 50 ming dollar bilan yana bir marta valyuta bozoriga chiqdi. Bu Milliy bankning dekabr oyida bozorga chiqqan 3-chi harakati. Oy boshidan beri 20 million 650 ming dollar sotilgani bank saytida e'lon qilingan. Noyabr oyida Moliya mahkamasi 5 marta intervensiyaga chiqqan. Joriy yilda Milliy bank 34 marta intervensiyaga chiqib, uning 29 martasida dollar sotsa, 5 tasida sotib olgan. Intervensiya olib borish uchun Milliy bank xalqaro valyuta rezervini qo'llamoqda. Joriy yilning 1-noyabrigacha 1 milliard 737 million dollarni tashkil qilgani ma'lum bo'ldi. Yil boshidan buyon so'm dollarga nisbatan 26.7% ga arzonlagan. Noyabr oxiridan beri dollar kursi 75.9 so'm bo'lmoqda.
O'sh shahar meri Aytmomat Qadirboyev shahar yashovchilariga, shahar mahkama ishxonalarining xodimlariga Yangi yil bayram kechalarini o'tkazmaslikka chaqirdi. Buni shahar rahbari Yangi yil oilaviy bayram bo'lganligi sababli oilani mustahkamligiga va ahilligiga yo'naltirilgan qadam deb bildirdi O'sh shahar meriyasining matbuot xizmati. Mer isrofgarchilikka yo'l qo'ymaslik, davlat byudjeti bilan oilaviy byudjetni ham tejashga undamoqda deb yozadi matbuot xizmati. Meriya xalqni 2016 yangi yilni tejamkorlik bilan nishonlash maqsadida meriya tomonidan uyushtirilgan turli o'yinlar, konsert dasturlarini, video lavhalarni ko'rishga chaqirgan. Joriy yilda germaniyaliklar yangi yilni qorsiz kutib olishadi. Bunday xulosani mahalliy sinoptiklar chiqarishdi. Hozirda o'lkada havoning harorati 15-16 daraja issiqni ko'rsatmoqda. Mutaxassislar yaqin orada qor yog'masligini aytib, harorat 7 darajadan tushmasligini ham qo'shimchalashdi. Buning barchasi iqlimning o'zgarishiga bog'liq ekanligini mahalliy aholi ham tushundi. Shunday bo'lsa ham ko'pchilik yangi yilni qor bilan to'sib olishni xohlaydi. Germaniyaning Keln shahrida muz maydonchasi har doimgidek aholi bilan to'la. Biroq oyoq ostida muz bo'lgani bilan tashqarida havo harorati 15 daraja iliqni ko'rsatmoqda. Barcha yengil kiyimda. Oldinda yangi yilning bezangan archasi hamda turli yarmarkalar bo'lib o'tishi rejalashtirilgan. Ko'pchilik esa qor yog'ishini sabrsizlik bilan kutmoqda. Bari jasalma, klimat o'zgargani bayqalib жатadi. Yo'ldoshim 86, men 82 yoshdaman. O'tganda istasak, hozir bari boshqacha. Abaray murdag'iday emas. Klimatning o'zgarib жатқаны байқалып жатады. Буга баарыбыз инандык. Рождествого саналуу эле күн калды. Бирок температура плюс 15-16 көрсөтүп турат. Карды күтүп жатканбыз. Айра жок, колубуздан эч нерсе келбейт. Кар жаап турса абдан жакшы болмок. Бирок биз эч нерсе кыла албайбыз. Кандай болсо ошол боюнча кабыл алабыз да. Ba'zilar esa kunni sovunmaganidan xursand. Qalin kiyinib yurish noqulay deb hisoblashadi. Sirtda jilov bari o'ydog'iday, qardinda, muzdinda keragi yo'q. Ob-havoni kuzatish markazi esa yangi yilgacha ob-havo o'zgarmasligini eslatishmoqda. Ular havo harorati 7 darajadan tushmasligini qo'shimcha qilishdi.